Suvchilar maktabi suv tejamkor texnologiyalar orqali namuna ko'rsatib kelayotgan fermer xo'jaliklari bilan uchrashuvni davom ettirmoqda. Biz bugun Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi Baxtiyor Abdusalomovich fermer xo'jaligiga tashrif buyurdik. Ularning faoliyati bilan tanishamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Mana hozir fermer xo'jaligingizga tashrif buyurib, juda ham ko'zimiz quvondi. Bir tomonda meteostansiya, quyosh panellari tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish. Siz fermer xo'jaligi faoliyatini qachondan boshlagansiz? Men fermer xo'jaligini tashkil qilganimizda 2006-yilda tashkil bo'lgan. 54 gektar yer bilan hozirgi kunga kelib g'alla paxtachilik bo'yicha 104 gektar yerga rahbarlik qilaman. Xorij texnologiya asosida tomchilatish, plyonka ostiga qo'shqotar 76 sxemada paxta ekdik. Xitoy texnologiyasi Xitoy texnologiyasi. Buni afzalligi nimada ekan o'zi Xitoy texnologiyasi asosida paxta yetishtirishda? Xitoy texnologiya asosan bizga ma'qul kelgani chigitida o'sha yanada qurtga qarshi, o'zini hasharotlarga qarshiligi, she'r hosilligi, erta pisharligi hamda podplyonka ostiga tejamkor texnologiyadan, suv tejamkor texnikadan foydalanganimiz uchun bizga mana shu 100% xarajat bo'lsa, oddiy analiz usulida 60% iqtisod qildikda. Demakki, texnika ishlashlari hammasi, chopuq, yagona qilishlardan hammasidan ozod bo'ldik. Bizga juda ma'qul keldi. Hosildorlik ham shu bir martada mashinada paxta terdim. 66 sentnerdan yuqori 68 sentnergacha hosil oldik. Mana 20 yildan buyon fermer xo'jaligini faoliyatini yuritib kelar ekansiz. Shu 20 yilda avvalgilarga nisbatan bu texnologiyani taqqoslaydigan bo'lsangiz, qancha hosildorlik ortdi? Avvalgilarda hosildorligimiz 30 sentner, u ham bo'lsa 80 sentnerni birinchi, ikkinchi sortlarga sotgan bo'lsa, qolganini endi ko'sak chugurganmiz, kechki paxtalar qolib ketardi. Xalqni ham qiynaganmiz, o'zimizni ham qiynagan ekanmiz. Prezidentimizning bir so'zlari bor, ilmsiz odam bu qashshoqlikka yetarli deydilar. Yana o'shanga qo'shimcha ilmsiz odam qo'rqoq odam bo'lar ekanda. Ilmga asoslanganimizdan keyin mana xorijiy texnologiya asosida texnik paxtalar yetishtirdik. O'tgan yilgi hosildorlik 20 sentner yerga, 20 gektar maydonga suv tejamkor texnologiya plyonka ostiga qo'shqotar paxta ekkanimizda hosildorlik 70 sentnerdan oshdi. Bu yil xudo xolasa undan yuqori marralar egallashdi. Aynan qanchani? 80 dan tepa deyapmiz. 80 dan yuqori. Albatta ilohim shunaqa bo'lsin. Oldinlari aytaman, 50 sentner bitta karta bersak, qolgani bir 35 sentner, o'rtacha 40 sentnerdan hosil olganmiz. U ham texnika ichidan chiqmasdi, xarajat juda katta edi. Vaqt kelganda bizning xarajatimizga to'g'ri kelib qolgan. Mana hozir bu aytaman 60% bizni yengilligi, xarajat iqtisod qilganimiz bizga ancha qulay kelyapti. To'g'ri, boshida azina bu ishga kirish uchun azina qiynaldik ham. Demakki, yangi narsani qiynalib qolar ekansiz, lekin hozir bunga kelib mana paxtalarimiz mana shu holat mayda oxirlarida bo'lar edi. Hozir bir oy oldinda paxta demoqchiman, meni yerim shunaqa. Bir oydan o'sha yozda birinchi kunlarda suv qo'yardim, paxtam rivojlanardi. Ungacha shu kesaklar orasida paxtam ko'nmasdi, g'o'zalarim. Hozirgi kun mana hozir dalani maysazorlar ko'nib, odamda nima deydi, mehnat qilgandan yana mehnat qilish kelib, uni ichiga kirib suhbatlashish kerak. Albatta, ko'zingiz yashnaydi. Mana yaqinda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki ko'magida suvchilar maktabi bilan hamkorlik o'rnatdingiz. Tomchilatib sug'orishni joriy qilish, meteostansiya, quyosh panellari. Nima uchun bu hamkorlikni yo'lga qo'ydingiz? Bir kelishdi o'sha Agrobank suvchilar maktabi. Demakki, shu menda ham bor tajriba bor, menda ham bor shu mana imkoniyatlar, prezidentimiz tomonidan qilingan imkoniyatlarimiz bor. Shularni qo'llab, bizga berayotgan yordamlarni amalda ko'rsatish berish uchun. Shuning uchun tumanimizga suvchilar maktabining binosini bizga joylashdi. Ham kelib ketishga ham, fermerlarni o'qitishga ham imkoniyat bor. Usta shogird an'anani yo'lga qo'ydik. Tumanimizda fermerlardan ko'rgazmali seminarlarni shu yerda o'tkazib, bir-birimizdan nima deydi, bilimlar egallayapmiz, ko'nikmalar olyapmiz. Xorijiy texnologiya asosida chetlarga chiqdik. Chetda ko'rgan narsalarimizni bayda amaliyotda joriy qilyapmiz. Hozir yaxshi bo'ldiki, hammamiz fermerlar bir yerga kelib, bir qisqa vaqt bo'lsa ham o'rtoqlashib, bilimga bilim qo'shilyapti. Hovuzga nazar tashlasam, baliqlar ham bor ekan, hovuzlarda. Cho'lda yurardik. Cho'lda baliq boqadigan yerlarga borsak, endi cho'l zonada borsak, baliqlar ko'rib, bizda ham dalalarda bo'larmikan? Nimaga bizda hosildorlik yerimiz paxta g'allachilik, reja shunaqa.
Havuzdan foydalanish suv bekor turibdi deganda o'tgan yili baliq tashlab ko'rdim. Havoni issig'ib ketishida nima bo'ladi, o'lib qolmaydimi? Lekin sazan baliqlarni bir tonnadan har bitta havuzdan baliq oldik. U o'sha yoz kunlari bizga quvonch bersa, ular yurishi. Kuzga kelib bizga yemish bo'ldi. Ishchilarimiz ham daromad manbai bo'ldi. Imkoniyat qidirsa har bitta fermerga imkoniyat chiqarar ekan, izlanish kerak ekan. Mana tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilgansiz. Qanaqa afzalliklari bor tomchilatib sug'orishda? O'zini oqlayaptimi? Mana shu tizimni joriy qilganligingiz. O'zini oqlayapti. Nimaki, an'anaviy usulda o'tgan 20 gektar yerga 600 ming litr kub suv ketgan ekan. Suv solig'ini 110 mingdan to'lab 51 million to'ladi. 20 gektar yerga paxta ekib, tomchilatib usul qilganim uchun 110 metr kub suv sarflabman 7 million to'ladi. Mana 51 million qaydayu 7 million qayda. Yana yer solig'idan ozodman 5 yilga. 5 yilgacha. 5 yilga imkoniyatlar. Qanaqa yana imkoniyatlar bor? Imkoniyat suv solig'ida 50%. Mana quyosh panelidan foydalanish, bu quyosh panelidan subsidiyalar berilyapti. Mana texnikalarda hammasini qilingan xarajatlarni, olingan tomchi texnologiyalarni yarmidan ko'pini davlat subsidiya qilib to'lagan. Bu shu rayonga ishlashimdan o'zi yangilik bo'lsa doim men deb turaman. Yutqizmayman. Nimaki prezidentimiz tomonidan qilingan bizga imkoniyatlarni hamma sharoitdan foydalanaman. Mana fermerchilik qilib texnikalar oldimda 9 milliardlik texnika oldim. 10 yilga. O'ylab ko'ring, 10 yilgacha bu texnikalar qancha ish bajaradi. Albatta. Ham o'zim ishchi o'rin yaratdim. O'sha 3 ta katta texnika olgan bo'lsam, yana paxta tergich bilan 3 tadan har bittasi 3 tadan texnika mashinasi bor. Yana 3-chi odam ko'payishdi-da. 12 ta odam olib, 12 ta odamning qancha farzandi bor. Albatta. Hozir chorvachilik tashkil qilganman fermer xo'jaligimda. Meni maqsadim har 3 gektarga bittadan chorva mol qilishimiz kerak deb niyat qilgan edim. Shuni qilib, mana 3 yil bo'ldi chorva mol. Hozir har gektarimda bittadan chorva mol. Mahalliy o'g'itmadan o'zimni ta'minlayman. Mana quyosh panellari yuqorida aytib o'tdingiz, mana baliqdan daromad manbai qilyapsiz. Quyosh paneldan ham adashmasam daromad qilish imkoniyati bor. Ha, mana to'g'ri aytasiz. Quyosh paneldan foydalansam suv nasosdan. O'tgan yili hisob-kitob qilib 20 gektar yerga 12 sutka ishlabdi. Qolgan kuni men uchun daromad manbai bo'ldi-da. Endi bir tomondan oldiniga o'ylab ko'rdim, juda qiyin bo'lsa kerak, yo'q, o'zini oqladi. Amaliyotda bo'libdi. Amaliyotda puli tushyapti, har oyda pul tushyapti. Kelgan fermerlarga ko'proq qilishgan. Mana bu yil o'tgan yil 20 kilovatlik qilgan bo'lsam, bu yil shu joyga 100 kilovatlik o'rnataman. Bu yil yaqin orada gaplashib qo'ydik, kelyapti. Quyosh suvchilar maktabi 40 kilovatli o'rnatsa, qolgani qilib 100 kilovatli shu yerga quyosh paneli qo'ymoqchiman. O'zingiz tashabbusingiz. Albatta buni foydasini ko'ryapsiz-da. Mana bugungi kunda shu imkoniyatlardan foydalanayotgan fermer sifatida ko'zingiz yonib gapiryapsiz-da, Baxtiyor aka. Shu fermerlarimizga qanaqa tavsiyalar berasiz? Suv tejamkor texnologiyalar, quyosh panellari, meteostansiyalar bugungi kunda fermerlarning faoliyatini yengillashtirishga haqiqatan o'z isbotini topyaptimi? Haqiqatda shu mana shu prezidentimiz tomonidan qilingan farmon qarorlar hammasi qishloq xo'jaligi xodimlariga berilgan. Bular hammasi o'z vaqtida chiqqan qarorlar deyman. Demakki, bitta maydonda 10 gektar maydonda suv o'ynayapti-da, daryoda suv tushish, chiqish bizga bog'liq emas-da, suv kelishi. Shuning uchun qo'shni davlatdan keladi. Bir sutkada 24 gektar yerni sug'orib olyapman. Bu degani, agar an'anaviy usulda bo'lganda 20 kun vaqtim ketadi. Yana suvda o'ynash hisobiga 20 kundan oshib ketadi. Bir suv qo'yilganiga ikkinchi marta borib, o'sha yerda hosildorligi yo pasayadi, yo g'ovlab ketadi, paxtamga ta'sir qiladi. Mana shu quyosh panel va suvchi tejamkorlik texnologiya asosida qilingani uchun vaqtida o'g'itini ham suv bilan beraman-da. Texnika kirib solmaydi. O'g'itini o'sha suvda yetib borgan joydan keyin chiroyli o'z vaqtida beryapman. Suvdan ham, vaqtdan ham, o'g'itdan ham ekonom. Ishchi kuchlar oldinlari ko'p jalb qilardik. Hozir hammasini ishchi kuchini texnika olgan. Sizga ish qolyaptimi o'zi? O'zim ham hayronda o'ylanib qolaman. Har zamanda paxtani o'tgan yili mashinada paxta terdik. Oylab odamlarni ham qiynagan ekan, o'zimizni ham qiylab, oylab paxta terardik. O'tgan yili bir haftada terib
nima qilishni ham bilmay qoldim. Plan to'lgan, o'zimda edi. Plan yo'q, o'zimizda rejalarimiz 70 sentnerdan hosil olgandan keyin dalada o'ylanib qoldim. Fermer ham shunaqa bo'ladimi degan fikrga ham kelib, g'alla uchun harakat qildik. Xudoga shukr, mana g'allani hosildorligi hozir 100 sentnerga yetdi. Baxtiyor aka, mana meteostansiyalarni ko'rdik. Meteostansiyalardagi afzalliklar qanaqa? Bu meteostansiyamiz bizni ob-havoni oydan oldin aytib berib turadi. Yerdagi namlikni bizga juda qulay kelyapti. Bu telefonda boshqarasiz? Telefonda boshqariladi. Telefonda. O'g'lim mutaxassis bunga. Hozir yoshlar mutaxassis, o'shanday o'g'lim mutaxassis doim telefonda boshqarib, ob-havo haqida ma'lumotni menga oldindan tashlab beradi. Shunga qarab rejalashtiraman ishimni, ham o'sha qulay keladi. Demakki, ko'z yumib ish qilgandan ko'ra ilmga asoslanib ish qilgan yaxshi ekan. Albatta. Yaqinda Agrolab laboratoriyasi tomonidan tuproq tahlillari o'tkazgan, 50 dan ortiq ko'rsatkichlar aniqlangan. To'g'ri. Biz ko'rkonona yerga mineral o'g'itlardan foydalanardik. Hozir o'sha tahlillar o'tkazgandan keyin biz qaysi o'g'itdan foydalanishimiz, qancha miqdorda aniq bir natijalar har bitta kartamiz bo'yicha berdi. Shunga qarab ish tutyapmiz. Demakki, o'sha yerdagi hosildorligimiz, o'simligimizni ta'minotini yetkazish, o'zi o'sha yetadigan holatda yoki tuproqdagi mikroelementda yoki mahalliy o'g'itni unga ketadigan mikroorganizmlarni tahlil qilib berishdi. Biz o'sha asosida ish olib boryapmiz. Ishingiz yengillashgan. Yengillashdi. Baxtiyor aka, xuddi siz kabi suv tejamkor texnologiyalarga o'tishni xohlagan, lekin avval bu texnologiyadan foydalanmagan, tavakkal qilishdan qo'rqayotgan fermerlarimizga o'zingizning tavsiyangizni bersangiz. Inson tavakkal bilan boshlaydi. Dehqon odam adashsa 1 yilga adashadi. Shuning uchun ko'pchilik o'ylanib qoladi. Shuning uchun bo'larmikin degan savolni yo'qotib, prezidentimiz tomonidan va mana shu xorij texnologiya asosida va ilmga asoslanib paxta g'alla yetishtirsak, bundan da yuqori hosil olishimiz imkoniyati bor ekan. Buni isbotlayapti ham, ko'rsatyapti ham. Biz oldinlari an'anaviy usulda qotib qolgan ekanmiz. To'g'ri, men ham oliy ma'lumotliman, institut bitirganman, lekin u bilim o'sha joyda qolib ketar ekanda, o'sha paytdagi ekan. Endi hozir ko'ryapsiz, kim izlansa, kim kitob varaqlasa, yangi izlanishlar, yangi texnologiyalar kirib kelyapti. Shulardan foydalanish kerak. Vaqtida foydalanish kerak. U o'tib ketgandan keyin biz umr ham o'tib ketadi. Qachon qilaman degandan ko'ra bir qadam oldinda yurgan yaxshi. Rahmat kattakon, yurtimizda siz kabi namunali, hammaga o'rnak bo'ladigan fermerlarimiz soni yanada ko'paysin, hosilingizga baraka bersin. Iloyat yetsin.